Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ro'parasi 2 yil oldin Istanbulda oshqozonimni may oyida operatsiya qildirgandim va operatsiyaga kirib ketish oldi sizlar bilan hissiyotlarim bilan bo'lishgandim. Hozir ham operatsiyaga kirib ketyapman va hozir hissiyotlarim bilan bo'lishmoqchiman. 2 yil oldin 140 kilolik paytimda oshqozon operatsiyasini qildirdim. Hozirgi kunga kelib 2 yil ichida 65 kilo ozdim. Va bu jarayonni menga doktor tushuntirgandilar, sekin-sekin bo'ladi deb. Chunki tez ozish odam uchun xavfli. To'g'risi men tez ozdim deb deya olmayman, lekin shu 2 yil davomida 65 kilo sog'lom va chiroyli ozdim. Undan tashqari sport bilan shug'ullandim, massajga bordim, xullas aytganda kollagenli ichdim. O'zimga juda ham yaxshi uhud qildim. Hayotimda boshqacha bir yangiliklarga, boshqacha bir hayot tarzimni o'zgartirishga sabab bo'lgan va hozir korreksiya figura, ya'ni estetik go'zallik operatsiyasini qildirmoqchiman. 1 yildan beri Aziz akani ishlarini kuzatib boraman. O'sha operatsiya bo'lgandan keyin baribir oxirida estetik go'zallik uchun operatsiya qildirishim kerak deb o'zim uchun har doim plastik xirurglarni ko'rardim. Va Aziz aka bilan 1 yil oldin maslahatlashganman va o'zi yanvar oyida operatsiya qildirishim kerak edi, lekin gemoglobinim tushib ketgandi. Gemoglobinim tushib ketgani uchun hozir sizga maslahat bermayman. Birinchi gemoglobinlaringizni ko'taring deb shu yanvar oyidan beri men bilan birgalikda kontaktda bo'lib turdilar. Davolandim va qonimni ko'paytirib, gemoglobinni oshirib, mana hozirgi kunda hamma analizlarim juda ham zo'r chiqdi. Gemoglobinlarim joyida chiqdi. Hamma vitaminlarim, hammasi juda ham yaxshi ketyapman. O'zi har bitta operatsiyaga kirib ketayotganimda qanaqadir hayotim boshqacha tarafga o'zgaradi. Estetik go'zallik operatsiyasi har bitta ayolga o'ziga bo'lgan ishonch, qanaqadir boshqacha hissiyot beradi. Sizlardan yana so'ramoqchiman, meni duo qilib qo'yinglar. Operatsiyam eson-omon o'tsin. Avvalo Alloh xayrli qilsin. Avvalo Allohga ishonaman va doktorga ham ishonaman. Doktor ham o'z ishini ustasi, ya'ni juda ham ko'p operatsiya qilgan patsientlari bilan gaplashdim. Bilasizlar, internetda har xil ma'lumotlar, udachniy bo'lmagan operatsiyalar ham juda ham ko'p va narkoz olish jarayoni qanaqadir baribir boshqacha qo'rquv bo'ladi odamda. Shu internetdagi har xil neudachniy operatsiyalarni ko'rib ham qanaqadir stressga tushib qoldim, lekin Aziz aka bilan gaplashganimdan keyin qanaqadir baribir qo'rquv, hayajon bo'lyapti, lekin men shu kungacha juda ham irodamga nima deydi, besh ketganman. Juda ham irodali qizligimni va juda ham kuchli qizligimni bilaman. Bu operatsiyalar ham juda ham yaxshi o'tadi. Qanaqadir ozgina og'riqlarni o'ylayapman, lekin ya'ni 3-4 kunda o'zingizga kelasiz va bemalol yurasiz. Faqatgina sizlardan yaxshi tilaklar va podдержкаlar kutib qolaman. Men uchun 2 yil, ya'ni 140 kilodan hozir 75 kiloman. Hozir operatsiyaga kirib ketaman. Operatsiyadan keyin ham yana vес tashiyman. Baribir hammani o'zini qo'ygan maqsadi bo'ladi. O'zimni 60 kiloda tasavvur qilaman, ya'ni 60 kilo bo'lishni xohlayman va sizlardan faqatgina meni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. To'g'risini aytaman, sizlardagi mehribon auditoriyaman. To'g'risini aytaman, sizlardagi mehribon auditoriyaman ko'rmaganman. Chunki men har doim, ya'ni meni kuzatadigan opa-singillarimiz, meni yosh kattalar ham, yosh kichkinalar ham kuzatishadi va bunga ko'p amin bo'lganman. Juda ko'p insonlarning duosini olganman va sizlardan har doimgidek meni qo'llab-quvvatlashinglarni va menga kuch berishinglarni xohlayman. Hozir men kuchga va podдержкаga muhtojman. Men Instagramda istoriyalarim yoki umuman olganda juda ham ko'p opa-singillarimizga qanaqadir motivatsiya yoki kuch bo'lgan bo'lsam, ya'ni mendan keyingi qizlar shu aynan oshqozon operatsiyasini qildirishgan, ozishga harakat